Ko'p vaqtinglarni olmaydigan judayam chiroyli shohona cheeskeyk tayyorlaymiz. Pechenyeni urvoq holatiga keltirib, saryog'ga eritib qo'shib olamiz. Shu holatga kelganda uni bir tekisda tekislab morozilkaga qo'yib qo'yamiz. Oq shokoladni qaymoq bilan blenderlab olamiz. Tayyor ganajimizga xohlagan krem chiz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra shakar, krem uchun kokos qirindisini solib, yaxshilab blenderlab olamiz qizlarjonlar. Bu cheeskeyk juda ham mazali chiqdi. Buni oilam bilan, farzandlarim bilan juda mazza qilib yedik. Bu narsa hammasi shirinlik bilasizlar, farzandlar juda ham yaxshi ko'radi. Usti ayniqsa bezatilgan bo'lsa, shuning uchun shu tarzda bezatdim. Kokos qirindidan solib, bir tarafiga to'rga bo'lib olib, bir tarafiga yagodilardan solib, profilladan bezatib, chunki kokos qirindisi bor u yerda. Bu yerda esa mangoli jam и Nutella shokoladli ustida snikersi bor. Bo'larim ko'rib shunaqa ham xursand bo'ldi. Sizlar ham bir tayyorlab ko'ringlar, farzandinglar uchun juda xursand bo'ladi. Sizlardan esa men like, komment kutib qolaman. Obuna bo'lishni unutmang.